Navbatdagi mehmonlarimizni suhbatga tortamiz. Salom Shoh xursandman, Salom Shoh xursandman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bezovta bo'lmanglar, o'tiringlar, bemalol. Qayerdan keldinglar? Yoppasiga. Namangan shahridan. Sinfdoshlarmi deyman, a? A sinfmi, B sinfmi? A sinf. Vay, hozir B sinf bo'lganinglarda bugun mutlaqo bepul bo'lardi sizlarga. Yo'q, hazil. Xo'p. Birinchi kelishinglarmi yo doim kelib turasizlarmi? Doim kelib turasizlar. Aha. Menimcha dachada qolib, kim bu yoqda uzun qilib yana dachaga ketyapsizlar. Yo'q, endi ketmoqchimiz. Dachaga ketmadi. Ovqat qilishga eringanlar bemalol kelaverasizlar, peshvonalarni yeb. Peshvona zakaz qilyapmizmi? Bo'ldi, gap o'shunga. Bizda shunaqa an'ana bor. Agar ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'lgan bo'lsanglar, hozir kim obuna bo'lgan bo'lsa, o'shanga bepul qilib beramiz. Ko'rsak bo'ladimi? Gap yo'q. Layklar ham bosilgan-a? Qayerdan kelib? Birinchisiga layk bosmoqchisiz, va pasvordan layklarni qizartirib bosib tashlang. Mana, gap isboti bilan bo'lgani yaxshi. A'zo bo'lgan ekanlar. Sizda ham shu layk masalasi sal chatoqroq ekan. Ozgina mana shu layklarni bosib tashlaymiz, ha? Yaxshi kommentariyalarni so'kinib yozursangiz ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa. Obuna bo'lib qo'ydingiz. Gap o'sha. Aka, sizlarnikini bitta ko'raylik. Mana. Necha kishi bo'ldi hozir? 2 kishi, bu akamizdan 3 kishi bo'ldi-ku. Xudo xohlasa. Qani? 4-mehmonimiz ham Instagramlarida ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'lgan ekanlar. Nechinchi maktabda o'qigansizlar? 3-maktabda. Kommentariyalarda xudo xohlasa 3-maktabdan salom deb turib yozsanglar, bilaman shu bu sizlar. Ha, xudo xohlasa yaxshi chiroyli kommentariyalarni kutib qolamiz. Hozir esa yoqimli ishtaha, sizlar orominglarni buzmaymiz va hozir bu yerda xudo xohlasa 4 kishiga bugun chegirma qilib berdik. Doimiy mehmon bo'linglar, kelib turinglar, yoqimli ishtaha. 34-o'tovda o'tirgan akalarimizga mana umumiy hisob 433 so'm bo'lgan ekan. 100 ming berdik. Ya'ni 333 ming to'laysizlar. Boshqa gapimiz. Xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi kommentariyalar. Mehmon bo'linglar. Sizlar ham obuna bo'lishni unutmang.